Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana 889 Howo Max anjolli mashinamizga metan o'rnagan o'zi Sanalka motorga gazli motor o'rnatishganda buni uстановкасini noldan o'zim qilib yedim. Onda qaydadir o'rnatishganiga boshqacha yechib tashlab o'rnatmadim. 8 ta 150 litali pop singani qilib zavodskiy qilib o'rnatmadim, usulini qilib. Va ramalarga ham e'tibor berishinglar mumkin. Hamma narsa o'ta usulini, o'ta original gaka bo'ldi. Hatto svetlarga, anaqa shikolat svetlarga sepib, yonda zayishtalargacha qilib ixcham chiqqan. Hamma joy zavodskiy singani. Buni ko'rgan oldim, zavodda mashina kelganmi deydi, tekisda ko'rganlar. Lekin o'zimiz usunib qilib berganmiz noldan. Hocaga qalay, kuningiz chiqdimi, yo'qdimi? Yo'q, rahmat, barakalloh. Bergan pulingizga rozi bo'ling, hojaga. Mana shu yerda qildirdik mana. Yazdi. Yaxshi hamma yo'q. Xudoga shukr. Gap yo'q, hojaga, ming rahmat. Sizlar sog' bo'ling. Rahmat sizlarga.